Assalomu alaykum, hurmatli talaba. Hozirda xabaringiz bor, ijtimoiy faollik grant taqsimotiga ariza berish jarayonlari boshlangan. Shuni ushbu videoda batafsil ko'rsatib bermoqchiman. Grant taqsimotiga ariza berish faqatgina may.xemis.uz va mobil Xemisni mobil ilovalaridan amalga oshiriladi. Kontrakt Eduz yoki Sai Eduz axborot tizimlaridan yoki umuman boshqa universitetni tizimlardan amalga oshiriladi. Faqatgina my.xemis va mobil ilovadan amalga oshiriladi. Qanday qilib ariza berish amalga oshiriladi, buni ko'rsatib beraman. Buning uchun mana MyXemis.uzga kiradi, login parol terib, grant arizalariga o'tiladi. E'tibor bering, mana bu yerda agar siz ijtimoiy faollikka ariza bergan bo'lsangiz, tasdiqlangan holatda bo'lishi kerak. Agar ijtimoiy faollikka ariza berib, tutorni tasdiqlamagan bo'lsa, siz grant taqsimoti ishtirok etish uchun ariza yubora olmaysiz. Agar siz ijtimoiy faollikka ariza bermagan bo'lsangiz, bu yer bo'sh qoladi va siz bemalol grant taqsimotiga ariza berishingiz mumkin. Albatta, talaba ijtimoiy faol bo'lmasdan turib ham grant taqsimotiga ariza berish mumkin. Bu qonun va tizim tarafidan ham ruxsat etiladi. Demak, bu talabamizda hech qanday muammo yo'q. Ijtimoiy faollik to'liq tasdiqlangan va grantga ariza berish mumkin bo'ladi. Yana ko'pchilikda savollar bo'lyapti. Shu yerda xatolik chiqyapti. Ya'ni ariza yuborishni bosaman desa, universitet tomonidan o'sha kvotalar tasdiqlanmagan degan xabarlar chiqadi. Bunaqa holatda universitetning rahbariyatiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ulardan tezroq kvotalarni tasdiqlab berishini so'rashingiz kerak bo'ladi. Bu holatimizda demak bu talabda hammasi joyida grant taqsimotiga ariza berishi mumkin. Buning uchun mana ariza berish tugmasini bosamiz va mana tizim o'zi ko'rsatiladi. Qaysi JIPA ma'lumotiga qarab turib, talabani ijtimoiy himoyasiga qarab turib, tizim o'zi qaysiga ariza berishni ko'rsatib o'tishi mumkin bo'ladi. Yana bir jihatga e'tibor berishingizni so'rayman. Mana bu yerda mana ijtimoiy himoya reyestri ushbu talabamizda mavjud emas turibdi. Agar sizda ijtimoiy himoya reyestri mavjud bo'lsa, sizga tizim boshqa taklifni beradi. Shuning uchun iltimos sizlardan ijtimoiy himoya reyestrida turganligingizni aniq tekshirib oling. Mana aytaylik, mana shu talabada ijtimoiy himoya reyestri mavjud emas, lekin aslida bu talaba ijtimoiy himoya reyestrida turadi. Uni hujjatlari ham joyida. Buning uchun siz tizim mavjud emas ko'rsatayotgan bo'lsa ham, yangilash tugmasini bosishingiz talab qilinadi. Agar bu tugmani bosmasangiz, siz mavjud emas deb ketadi va ijtimoiy himoya reyestrida bo'lmagan boshqa turga ariza topshirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham xatolik emas, lekin ma'lum bir kvotadan, ma'lum bir qandaydir anaqadan quruq qolishingiz mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa mana shuni bosing. Men hozir bosib testlab ko'raman mana. Demak, bu talabada mavjud. Bu talabada mavjud bo'lib keldi. Siz ham mavjud bo'lmasa, yangilanish tugmasini bosing. Agar rostdan ham ijtimoiy himoya reyestrida turgan bo'lsangiz, tizim mavjud bo'lib keladi. Mana hozir ko'rsatib beraman, shu talabamizda grantni ariza berish turi mana endi qo'shimcha grant turiga o'zgardi. Ya'ni boshqacharoq imtiyoz bilan ariza berish tizim buni ko'rsatyapti. Shuning uchun sizlardan ham iltimos va talab qilardim. Albatta, ariza berishdan oldin yangilanish tugmasini bosing. Chunki ariza berib bo'lganingizdan keyin ariza yuborildi statusiga o'tgandan keyin uni o'chirib tashlash yoki o'zgartirish mumkin emas bo'ladi. Demak, hammasi joyida, ariza berishni bosing. Bu mana qiyin joyi yo'q. Kirasiz, yangilashni bosasiz. Hammasi joyida bo'lgandan keyin ariza berishni bosasiz, tizim o'zi ko'rsatadi. Bu yerga nima yozamiz degan ko'p savol bo'lyapti. Bu yer yozmasangiz ham bo'ladi. Ixtiyoriy mana ixtiyoriy yozib qo'ying. Galochkani bosamiz, saqlash tugmasini bosamiz. Mana e'tibor bering. Tizim bitta saqlash bilan o'sha sizni xato qilib qo'ymasligingiz uchun umumiy ballingizni ko'rsatyapti. 78. Shunday bo'lsa ham grant taqsimoti uchun ariza berishni istaysizmi, tasdiqlaysizmi deb savol beryapti. Chunki ko'pchilik buni arizani xato berib qo'yyapti. Boshqa grant turini tanlayapti yoki o'sha ijtimoiy faollik, ijtimoiy reyestrda bermasdan turib berib qo'yyapti. Shuning uchun xato qilmasdan yaxshi o'ylab qo'ying. Mana bitta tugma bilan bosib ketadigan amal emas. Bosasiz, tizim so'rayapti va ha'ni bosasiz. Shunda tizim yana bir bor eslatyapti. Bu amalni ortga qaytarish mumkin emas. Shundan keyin ham ariza yuborishni tasdiqlaysizmi deyapti. Va hammasi joyidagi ishonch hosil qilib, mana tasdiqlash tugmasini bosaman. Demak, bo'ldi.
bu ariza yuborildi. Mana holati yuborildi holatiga o'tdi. Demak, hammasi joyida. Bu faqat endi natija chiqishini kutish kerak. Bu ariza holatiga qarab turing, qanaqadir sabablar bo'lsa, sayt axborot tizimidagi mas'ul kotiblar tomonidan bu rad etilishi mumkin yoki tasdiqlanishi mumkin. Mana bu yuborilgan holatda bo'ldi. Demak, sizda hech qanaqa muammo yo'q. Faqatgina arizani kuzatib, kutib turishingiz kerak bo'ladi xolos. Ariza yuborish mana shuni yuboradi. Endi yana bitta holat bor. Ko'pchiligimiz mana birinchi kuni yoki ikkinchi kuni ariza berish boshlangan birinchi, ikkinchi kunlari yuborganmiz, arizalar yuborgan mana ko'pchilik va tizimdagi qaysidir holatlar yoki sayt axborot tizimida hali kvotala tasdiqlanmagan holat, shunaqa holatlarda mana yaratilgan holati turibdi. Bu mana e'tibor bering, bu boshqa talabamiz, mana bu esa yana boshqa talab. Buni ko'rsatib bermoqchiman. Mana shu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Mana yaratilgan holat turibdi, siz bossangiz, sizda faol grant arizasi mavjud. Uni yuborishdan oldin tekshiring deyapti. Ya'ni bu sizda mavjud ariza turibdi, lekin hali sayt axborot tizimiga yetib bormagan yoki rad etilgan. Shuning uchun tizim sizga yana bitta arizani yubormaslikda aytyapti. Ya'ni yuborishni taqiqlayapti. Buning uchun nima qilish kerak? Mana ko'rib turibsiz, bu yerda o'chirish tugmasi bor. Sizda yaratilgan va rad etilgan holatdagi ariza bo'lsa, buni o'chirish tugmasi chiqadi. Va mana bu yerda ko'ring, mana yuborilgan holatda bo'lsa, o'chirish tugmasi yo'q. Amalda ko'rasiz xolos. Bunda hammasi joyida degan. Lekin mana bu holatda turgan arizalarda hammasi joyida emas. Yaratilgan holatda qolib ketgan yoki aksincha rad etilgan bo'lishi mumkin. Mana izohlar yoziladi albatta. Sizda boshqacha bo'lib test o'taymi. Ya'ni tasdiqlangan va yuborilgan arizalarni o'chirib bo'lmaydi. Yaratilgan va rad etilgan arizalarni mana o'chirish tugmasi chiqib turadi. Mana bosamiz bo'lmaydi. Demak, nima qilish kerak ekan? Buni albatta o'chirib tashlash kerak bo'ladi. O'chirish tugmasini bosasiz, ariza o'chdi. Mana endi bitta alamar bersangiz, tizim sizga yangi ariza yuborishga mana ruxsat beradi. Bosasiz, saqlaysiz, hani bosasiz, yana hani bossangiz, bo'ldi, ketdi. Mana bu endi yuborilgan statusga o'tdi. Bu holatda ham bu talabamiz faqatgina shu natijani kutish bilan kifoya bo'ladi. Arizalar mana shu tartibda yuboriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.